Hech kim joyidan qimirlamasin, hammani qo'lga olinglar. To'xta. Bo'ldi. Qimirlama. O'zi zo'rg'a qimirlagan edim. Onalarni himoya qilish jamiyatga yetib keldi. Uyalmaysanmi shunaqa narsalar qilgani? Men bu yo'lga adashib kirib qoldim-da. Tekshiring. Toza. Siznikimi? Ha, bizning oshxonamizdagi kartoshka. Oyijon, kechiring. Qizim nimaga yerga tekkandan keyin haddi bizning uyga kelib narsa olib ketaverasizlar. Majbur bo'ldim telefon qilishga. Bu meniki uyimdan olib kelganman. Bo'ynimga qo'yaman deb o'ylamang. Baribir tan olmayman. Ko'ramiz. Ekspertiza xulosalariga ko'ra piyoladagi barmoq izi onaga tegishli. Piyola onaniki. Dadasi chiqing qizlaringizni urishib qo'ying. Nima degan gap bu? Aman chiqolmayman, o'tgan safar kiyimlar olib ketdi bular. Sizga kichik endiki o'zga beraman deb. Voy, meni sho'rim qursin. Nima degan gap bu? Ro'molcham qani? Mana bumi xola? Onaizor, men bu ishni bilmay qildim, onajon. Men tapchikam. Ikkinchi poyqani buni. Mana xola hamma qo'shiqchilarga chip o'rnatdik, endi qayerdalar ko'rinib turadi bemalol. Rahmat o'g'lim, yaxshimsizlar, bor ekansizlar. Olib chiqing jinoyatchilarni, biz bor ekanmiz, hech qaysi erga tekkan qiz o'z uyida narsa olib keta olmaydi. O'tlining til qattiq qopti ekan. Qaytib bunaqa narsalarni yutmang. Oshqozonga zarar bu. Kerakli buyum edi-da.